Husanov penaltidan foydalana olmadi. Abduqodir Husanov Manchester City'ning ushbu mavsumdagi ilk uchrashuvida Interga qarshi maydonga tushdi va 90 daqiqa harakatlandi. Birinchi bo'limda markaziy himoyada harakat qilgan bo'lsa, ikkinchi bo'limda o'ng qanot himoyasida o'ynadi. Uchrashuv 1-1 hisobi bilan yakunlandi va muxlislar uchun penaltilar seriyasi tashkil qilindi. Penaltilar seriyasida Manchester City 1-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Abduqodir Husanov penaltidan foydalana olmadi. Umuman olganda Husanov o'yinni yaxshi o'tkazdi, lekin SofaScore unga 6/6 ball qo'ydi. Bunga 83-daqiqada sariq kartochka olgani va o'yin so'ngida penaltidan foydalana olmagani ham sabab bo'ldi. Hamyurtimiz o'yinda 84 uzatma berdi va bu eng yaxshi natija edi. 84 uzatmadan 77 tasi aniq chiqdi. Shuningdek, Husanov 5 ta himoyaviy harakatni ham amalga oshirdi. Manchester City keyingi o'yinni 5-iyul kuni Koreya yulduzlariga qarshi o'tkazadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, mana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.